Assalomu alaykum hammaga. Atker gaz servisi obunachilari. Bugun sizlar bilan 4-pokoleniya gaz qo'ygandan keyin benzin qo'yish sabablarini ko'rib chiqamiz. Mana shu 5000 so'mlik relay bilan men sizlarni benzin asotini yo'qotib beraman degan mana shunaqa saviyasiz videolar Instagramda rosa ko'payib ketdi. O'shaning uchun ham bu videoni olishga qaror qildim. Nimaga? Bu ustalarning o'zidan kelib chiqyapti bu video. Gazchi bo'lmagan elektriklardan benzin asosga relay qo'yib, nasosni o'chirib, benzin tarifini xuddiki yo'qotib berishyapti. Lekin aslida bu yerda tanganing ikkinchi tomoni bo'ladi. Nimaga o'zi u benzin qo'shyapti? Nima sabab? Uni o'rganishmaydi. O'sha ko'p o'xshataman, doktorga borsang, tekshirib o'tirmaydi, antibiotikni haydaveradi. Chunki 2 kun oldin ham shu muammo bo'ldi bizda. O'zimiz ham doktorga ishimiz tushdi. Umuman yeringlayotgan joyga deksametazon qo'yotibdi, lekin ag'da yering bosib ketgan. Umuman boshqa sabab, boshqa narsa. O'zbekistonda men ko'p e'tibor beraman, ko'p sohada kadr yetishmayapti. Qattandir eshitib oladi, o'zini ustida ishlamaydi yo o'qimaydi, bilmaydi, nimadirni eshitib qolsa hammaga aytib yuraveradi. Shundan qochamiz. Men buni o'sha 4-pokoleniya gazda benzin qo'yish sababi, qo'shmaslik uchun nima qilish kerak, buni sizlar uchun podrobniy qilib tushuntirib beraman. Bu haydovchilarga ham, ustalarimiz o'ziga ham menimcha qiziq video bo'ladi. Bilganlarimiz sizlar bilan ulashamiz, bilmaganlarimiz yo esimizdan chiqqanlar bo'lsa, agar ichimizda yaxshi ustalar bo'lsa, yozib qoldirsalaring, biz ham ko'rib xursand bo'lamiz. 4-avlod gaz benzin qo'yish sabablari deb mavzuni ochib oldim. Xalq tilida 4-pokoleniya deyshadi, o'zi avlod o'zbekchasi. Birinchi sabab suv aylanishidagi muammo. Gaz qo'ydilaring, gaz qo'yilgandan keyin reduktor bo'ladi, bilasizlar, injektor, miya, o'sha balon, uстановка. Asosiy o'sha bloklar, o'sha reduktor, o'sha katta vazifa bajaradigan injektor blok har doim to'liq yaxshi holatda ishlashi kerak. Reduktorda vazifasi kelib turgan gazni, masalan, propan bo'ladigan bo'lsa, qizitib, ispareniya qilib, motorga o'sha injektorga jo'natish. Reduktorda har doim suv aylanib turishi kerak. Suv aylanganda ham yaxshi aylanishi kerak. Agar suv yaxshi aylanmaydigan bo'lsa, normadan tushib ketadigan bo'lsa, bu avtomatik benzinga oladi. Nimaga? O'zini poddeshka qilish uchun. Agar suv tushib ketganda ham, masalan, deylik, reduktorda vazifasi jidkini paravoy qilib berish kerak bo'lsa, suv aylanmagandan keyin u par holatiga keltira olmaydi. U par holatiga kelmagandan keyin jidki haydashni boshlaydi. O'sha suyuq gazimizni haydashni boshlaydi. U paytda u injektorlar suyuq gazga ishlamaydi, smes bagati bo'lib ketadi, o'sha boyib ko'proq bo'lib ketadi, keyin motor qaltirab, rasxod ko'payib ketadi. Keyin jicha o'tib ishlagandan keyin avtomatik reduktorda atrofidan gaz qo'yib yuboradi, renkample reduktor umri qisqa bo'ladi. U degani reduktor agar soviydigan bo'lsa, avtomatik mashina gazni kompyuteri o'zi avtomatik uni poddeshka qilish uchun o'zi benzinga oladi. U degani reduktorda agar noto'g'ri suv aylansa yoki pompa, termostat yoki qaysidir tiqilishlar yoki antifriz kam bo'ladigan bo'lsa, bu benzinga avtomatik oladi. Shu normadan reduktorda gradusi tushib ketadigan bo'lsa. Shundilaring reduktor har doim yaxshi qizigan holatda bo'lishi kerak. Yaxshi qizigan reduktor rasxod yaxshi bo'ladi, yaxshi rasxod bo'ladi, tortish yaxshi bo'ladi, reduktor qolgan zapchastlardan ham umri uzoqroq bo'ladi. Suv aylanishini tushundik. Xo'p, ikkinchi sabab datchiklar nosoz ishlashi. Datchiklar endi bu qaysi datchiklar kiradi? Aslida o'sha gazni ko'rib turadigan datchiklar, reduktorda turadigan gradus suv datchik deyiladi. Ko'pchilik mashinani o'zidagi suv datchigini adashtirishadi, lekin bu reduktor turadi. Mana shu datchik kompyuterimizga har doim ma'lumot berib turadi. Reduktor gradusi deylik 40 bo'ldi, klapan ochdi, gazga o'tdi. Misol ertalab zavayt qilganlaringda, yurdilaring, ketdilaring. Shu datchik, oddiy datchik, shu har doim perihodni ko'rib turadi. O'sha gradusga qarab turib, kompyuterga aytsa, keyin kompyuter klapanga buyruq beradi, injektorlar shu buyruq bo'yicha ishlaydi. Oddiy narsa, lekin ko'p vazifa bajaradi, ko'p ustalar e'tibor bermaydigan joyi. MAP datchik, o'zimizni bu Aybniki, yana boshqa datchiklar bo'lishi mumkin. Bu Yevropa gazniki, bu original o'sha MAP datchiklar. O'zi MAP datchikning vazifasi kollektordagi bosimni ko'rib turadi, havonikini, gazni bosimini ko'rib turadi, qancha bosimda kelyapti, gazni haroratini ko'rib turadi. Shularga qarab turib, kompyuterga ma'lumot beradi, keyin u ma'lumotlarni qayta ishlab turib, injektorlarda, reduktorlarda miya blok boshqaradi. Endi bu ikkita datchik, deylik, bu gazni haroratini deylik, ketyapti, bu nosoz ishlab qoldi.
Deylik, mana shu kollektordagi shu shlankka chiqib ketdi, havoniki. Gazda o'zi avtomatik bu havoni noto'g'ri ko'ryapti, bu benzinga oladi. Endi gazda bosimi, agar bosim normada 120 agar propan kerak bo'ladigan bo'lsa, agar bu noto'g'ri ishlab qoladigan bo'lsa, deylik, bosim 0.8 yoki 0.6 yoki 2 nechi ham o'sha noto'g'ri bosim ko'rishni boshlasa ham avtomatik bu benzinga o'tadi. Nimaga? Bu datchik nosozligini hisobiga. Hatto nimadir muammo bor deb o'ylaydi. Endi mana shu suv datchik ketyapsizlar. Endi deylik, bunda ham o'sha sim ulanish joylari bor. Agar bu ketib turgan joylaringda masalan mashina 80 gradus issiqlikda ketyapti, suv qizigan, suv aylanishi ham zo'r, reduktor ham zo'r qizyapti, lekin bu datchik pamix beryapti. Deylik 60, 70, riski -10, 20, 30. Bunday holatda ham avtomatik mashina benzinga o'tadi. Chunki kompyuter ko'radi. Bulardan kelib turgan map datchik va suv datchikidan kelib turgan ma'lumotni ko'rib turib, avtomatik benzinga oladi. Nimaga? Mashina sovib qoldi, gaz kelmay qoldi, gaz harorati tushib ketdi deb analiz qiladi. Chunki bularni nosoz ishlab qolganda kompyuter uni hisob qilmaydi. Avtomatik o'zini poddeshka qilish uchun bularni xatosiga benzinga oladi. Bularni ham tushundik. Endi uchinchi sabab evap klapan. Bu adsorber datchik deyiladi. Hozir men buni yechib olmoqchi edim, orqada edi. Hozir yechmadim. Qisqasi, mashinada adsorber datchik bo'ladi. Bu zaslonkaning orqa tomonida turadi. Benzin nasos, benzin bakni ichidagi bosimini kollektorga berish uchun. Qanday? Masalan, mashina yuribdi. Yurgandan keyin chayqalish bo'ladi yoki nasos ishlaganda avtomatik ichkarida bug' deylik, bosim paydo bo'ladi. O'sha bosimni trubka orqali o'sha kollektorga keladi. Buni havoga emas, holatga qarab turib mashinani o'sha xalasoyda chiqarmaydi yoki sovuganda u baqa bermaydi bu tomonga. Mashina yurishda stabil deylik 2000-3000 shu оборотda ishlaganda kompyuter ko'radi. Uni klapanda bosim oshganini ko'rsa, avtomatik buni mashinaga kirgizib, yoqib chiqarib yuboradi. Deylik, ichkarida o'sha benzindan bug'langan o'sha u ham yoqilg'i hisoblanadi, baribir uni havosi ham yonadi, shuni hisobiga kollektorda yonib chiqib ketadi. Bu har doim evap datchik agar u klapan hisobida ishlaydi, u mexanik emas, u avtomatik ishlaydi, kompyuter boshqaradi. Agar aytdan kelib turgan benzinda bosimi oshib ketadigan bo'lsa, har doim uni motorga kirgizib turadi. Endi bu datchik bir xil paytda primoy bo'lib qoladi, puflasa deylik, oddiy trubkadek o'tkazib qoladi. O'shani hisobida ham ardan kelib turgan benzinni bosimi, o'sha havosi har doim nimaga o'tib turadi, kollektorga. Unda o'sha xalasoy xotda mashina sal qaltirabroq ishlaydi, reski kelib to'xtaganda o'chib qoladi. O'sha avtomatik o'sha gazda yurganda ham benzin kamayib boradi. Bu uchinchi sababi o'sha adsorber, o'sha evap klapani deyiladi, nosoz yoki ishlamay qolganda. Lekin bu to'g'ri ishlab tursa, hech qachon benzin ketgani, u havodan parlanib chiqib turganini rasxod hisobida pastga hisoblamaydi mashina. Noto'g'ri ustanovka. Noto'g'ri ustanovka oxirgi paytlarda ko'payib ketgan, chunki usta ham ko'paydi, mashina ham ko'paydi, mashinaning turi ham ko'paydi. Endi bunday holatda nima deyish mumkin? Oddiy misol, hali menga Kia Carnival keldi. Unda ham o'sha benzin rasxod ko'p, boshqa muammolari ham bor edi. Ko'ryapman, u anchadan bas yurgan, даже 1 yil davomida havo, mana shu boshda aytgan joyimiz, havoni ko'rib turish kerak. Har doim kollektordagi bosimini har doim noto'g'ri ko'rib yurgan. Buni eng optimal joyi zaslonkani yonidan olish kerak havoni. Umuman boshqa joydan olib qo'yishgan, o'sha hisobiga ham benzin rasxod katta bo'lgan. Demoqchimanki, oddiy havoni noto'g'ri joydan olganini hisobiga bu benzin rasxod o'zi ko'p qilib yurgan. Endi buni sabablari u rosa ko'p. O'sha aytganimizdek, suvni noto'g'ri joyda, masalan, oddiy misol Captiva'larda suvni через klapan nima olib qo'yishadi, termostat ochgandan keyin ishlaydi. Deylik 10 minut yoki 15 minutdan keyin gazga o'tadi. Ungacha avtomatik klient benzinda yuradi. Suvga e'tibor berishmaydi. O'sha aytganimdek, havoni qayerdan olib turishganiga e'tibor berishmaydi. Bunga yana boshqa sabablar bor. Noto'g'ri kompyuter tanlab qo'yilsa ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qisqasi, ustanovka jarayonida ham to'g'ri
uстановka qilinsa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. 5-inchisi noto'g'ri kompyuter va sozlamalar. Noto'g'ri kompyuter deganim mana hozir bizda Tracker, Onyx yoki mana Jetower, Cherry, qolgan boshqa Xitoydan kelib turgan modellar ham menimcha bir 90% turbina bilan jihozlangan. Turbina bilan oldin videolarda ham tushuntirganman. Mashinani yurganingizda o'sha havoni tezroq haydab berish uchun. Havo tezroq haydalgandan keyin avtomatik o'sha kollektor, kimdir испаритель deydi. Yana shu yerda ham aytib o'tib ketaylik. O'sha kollektordagi bosim oshadi. Shunda mana shu map datchigimiz u bosimni ko'radi, oshib ketganini. Agar o'ta yuqori bosim bo'ladigan bo'lsa, bosimni hisobiga u benzin rasxod qilib qo'yadi. U degani bitta birinchi o'rin noto'g'ri kompyuter tanlab qo'yilgan. Agar turbinaga mos kompyuter tanlanmasa, mijoz o'sha haydovchi o'ta qattiq nagruzka bilan haydaydigan bo'lsa, blok avtomatik benzin qo'shib qo'yadi. Bu yerda kompyuter mashinaga nisbatan noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Ko'p ustalarimiz qilgan nastroykalarni ko'ramiz. Suv o'tish perihodini juda baland qo'yib qo'yishadi yoki holatlari bo'ladi. Buni hozir kompyuterda ham ko'rsatib o'tamiz. Chunki buni kompyuterda ko'rmasalaring, ustani noto'g'ri qilganini tushunmasliklaring mumkin. Xo'p, noto'g'ri sozlamalar. Endi bu noto'g'ri sozlamalar nimada xato qilishlari mumkin? O'tish perihodini o'ta baland qo'yishlari mumkin. Deyli 50, 60 shuna holatlar ham kelib qoladi. Ertalab o'chib qolyapti deysiz, sababini topisholmaydida, gradusini ko'p ko'tarib yuborishadi. U paytda injektorda o'zida muammo bo'lishi mumkin yoki perihodda simlarda porядкasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa minimum оборот o'ta past yoki o'ta kerakdan ortiq qo'shish kerak payti ham noto'g'ri ko'tarib yuboriladi yoki minimum оборотlar. Oddiy misol mana benzinga perehod qilish kerak bo'lsa, mana masalan bu mapdagi gradusni ko'radi. Mana hozir bu mashinaga ulanmagan, просто men stagni programmasini ko'rsatyapman. Deylik masalan 10 gradus men minimalniy temperatura gazni qo'ydim. Mashina yurib ketyapti, mashina sovishni boshladi. Agar reduktordagi o'sha aylanish past bo'lib, suv yaxshi aylanmasdan map gaz sovuq ko'radigan bo'lsa, 10 gradusdan keyin bu avtomatik benzinga oladi. Endi bu bir tomondan poddeshka uchun, bir tomondan noto'g'ri sozlamalardan ham kelib chiqadi. Endi bu yerda bir xil ustalarimiz o'chib qolyapti desa, mana bu yerda mana dolya benzin funksiyalari bor. Mana masalan, mana kartalar ishlaganda bu avtomatik benzin qo'shishni boshlaydi. Deylik masalan 50 qilingan joyda 50%, 10 qilingan joyda 10%. Holatga qarab turib, keraksiz noto'g'ri tanlovlar ham bor. Bu noto'g'ri sozlamalarda ham bemalol o'sha benzin rasxodiga kiritsak bo'ladi, bemalol benzin qo'shib qo'yishiga. 6-inchisi gaz filtrlarini tozalamaslik. Asosiy filtr reduktorda turadi, ikkinchisi o'sha shlanka, o'sha injektorga kirishda turadi. Reduktordagi filtr to'lib, bosim yetarli reduktordan chiqmaydigan bo'lsa, kompyuter uni ko'radi. O'sha map orqali oladi u ma'lumotni ham. Kompyuter o'ylaydi, reduktor yaxshi yetkazmayapti injektorga. Klaplar mashinaniki zarar ko'rmasligi uchun men benzin ishlatishim kerak degan xulosaga keladi va o'sha holatda ham benzin ishlatadi. Agar siz sekin yurganingizda, qo'shmasdan qattiq yurganingizda qo'sha turgan bo'lsa, ko'proq sabab shu reduktordagi filtrdan kelib chiqadi. Benzinga olmasligi mumkin, chiyillab turib, lekin bosim o'ta pastda yuradigan bo'lsa, arada impuls benzin injektorlarini ochib yopadi, chunki bu kompyuterda bu bor funksiyalar, bularda ham hozir bitta ko'rsatib o'tib ketaman. O'shaning uchun har doim filtrlarga e'tiborli bo'lasizlar. O'sha har 10 mingda filtr tozalab turilsa, undan ham muammo yo'q. 7-inchisi sifatsiz yoqilg'i. Bunaqa holatlar ham uchrab turibdi. Sifatsiz yoqilg'i nima qiladi? Sifatsiz yoqilg'i ko'pincha yaxshi yonmaydi, suvligi chiqib qolishi mumkin. Ayniqsa bu metanda aslida bunaqa sifatsiz yoqilg'i yo'q, lekin propanda bor. Biz endi oxirgi uchratgan sifatsiz yoqilg'ilarimiz nimadan e'tibor bersa bo'ladi? Oddiy misol, zapravka sizlarga 15-18 bosimda sizlarga zapravka qilib beradi. Zapravka qilgandan keyin o'sha bosim balonda bor. Endi o'sha bosimda reduktorga kelsa, u reduktorda filtrlaridan o'tib, reduktorini испарение qilib jo'natadilar. Agar atdan kelib turgan bosim past bo'lsa, reduktor ham o'sib qilmaydi. Deylik 200 ot kuchli reduktor zapravkani bosimi bir 6-7 da haydab qo'yadigan bo'lsa, u atdan kelib turgan bosimni испарение qilib baqa chiqargunicha, injektorga jo'natgunicha
avtomatik bu eng kamida 150 dan ham pastga tushib ketadi ot kuchi. Nimaga? Atdagi bosim ham to'g'ri kelsa, keyin u o'sha ot kuchida ishlaydi. Ko'pincha shu bosimi past gazlar kelib qolyapti. O'sha biz ko'rganlarimiz keyin yaxshi yonmaydigan. Yaxshi yonmasa ham kompyuter ko'rib turib, injektorlar noto'g'ri ishlaganini ko'rib turib, u holatda ham benzin ishlatib qo'yadi. Endi bu juda kam holatda, lekin har doim propanda ham bosimi baribir yaxshi bo'lishi kerak. Chunki benzin nasos benzinni suyuq gazni nimaga haydab beradi? Injektorga. Lekin orqadan nimadir baqa reduktorga haydab beradigan narsa yo'q. Uni o'sha bosimni o'zi baqa olib keladi reduktorgacha. U reduktor uni o'sha suyuq holatdan bug' holatiga o'tkazib injektorga jo'natadi. Injektor keyin avtomatik motorga jo'natadi. Prinsip shunaqa. O'sha bosim har doim yaxshi bo'lishi kerak. Yozda kunida har doim gazni to'ldirib qo'yish tavsiya qilmayman. Nimaga? Masalan, to'ldirdingiz gazni Qo'qondan Toshkentga yoki Toshkentdan yana qaytgasiz, Samarqanddan Buxoroga ketyapsiz, to'ldirib yurib ketsangiz bo'ladi. Lekin siz gazingizni to'ldirdingiz-u, ishxonangizda turdi ertalabdan kechgacha, siz yana ishxonangizga kirdingiz, ishingizni qildingiz, ketdingiz. Bunaqa holatda balonda bosim oshib ketadi. Quyoshda qolib ketadigan bo'lsa, baribir bizda yoz issiq yoki misol Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo bu tomonlar baribir havosi issiq, klimati ochiq. Quyosh nurida qoladigan bo'lsa, bosim oshadi, bu xavfli darajasini oshiradi. O'shaning uchun agar yozgi kunida ehtiyojingiz ko'p bo'lmagan bo'lsa, masalan 40 litrli balonga 30 ta, 25 ta quyib qo'ysangiz zarari yo'q. Oddiy e'tibor beradigan bo'lsangiz, uyingizda damashniy balon ishlatadiganlar ham quyoshda qolib ketadigan bo'lsa, otsalaring bosim anchaga oshib ketadi. Chunki issiqqa ham propanda bosim oshadi. Endi bu temaga aloqasi yo'q, lekin aytib o'tib ketish foydali. Chunki bag'aga havo isiydi. Endi boshidagi mavzu relega qaytamiz. Endi relay o'zi bu nima vazifa bajaradi? Bilasizlar, relay o'zi universal narsa. Buni faraga ham ishlatsa bo'ladi, programmaga ham ishlatsa bo'ladi. Relay o'zi nima qiladi? Ma'lum simga ulab, ma'lum simdan uzib beradi. Bo'ldi. Shu. O'sha paytda nimadir kontakt o'zgaradi. Buni qo'yish aslida muammo emas. O'sha benzindan kelib turgan tokini o'sha benzinda o'sha ulab qo'yiladi. Reduktorga tok kelganda bu avtomatik benzin asosi uzadi. Endi bu haqda nima demoqchiman? Bu foydalimi yo zararlimi? Endi buni bu tomonni ko'rish kerak. Sabablarni ko'rdilaring. Qaysi sabablardan bo'lishi mumkinligi, suv aylanishi, datchiklar, klapan, noto'g'ri ustanovka, kompyuterlar yoki filtrdagi yoki sifatsiz yoqilg'idagi bu muammolar bo'lishi mumkin. O'sha aytganimizdek, mana shularga bog'lab ko'ramiz, birontasiga datchiklar noto'g'ri ishlashiga bog'lab ko'raylik. Bunda tushuntirganimdek, benzin asosi tok ketishi, benzin asosi ketgansa massa plyus bo'ladi. 4 ta sim ulanadi. Buni asosiy keladigan plyusimi gaz klapanni plyus olinadi. Reduktorga kelib turgan o'sha ochib beradigan plyus, o'sha tok 12 volt o'sha reduktordan oladi. Shu o'rinda bitta ma'lumot, agar kompyuter bu datchiklar nosozligini bilsa yoki boshqa muammolar borligini bilsa, reduktordan avtomatik tokni uzadi. U degani reduktorga tok chiqarmay qo'yadi. U degani bu yana ishlab ketadi. Agar bu tomonda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu yana avtomatik benzin asosi chaq etib joyiga ulab qo'yadi, nasos yana ishlashni boshlaydi. Bu degani relay qo'yib ham sizlar benzin rasxodidan qutulmasliklaringiz mumkin. Agar mana shu boshda aytib o'tgan mana shu mavzudagi yoki shu datchik yoki suv muammosi yoki boshqa datchikdagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu 5000 so'mlik deb maqtab turishgan relaylari hech qanaqa foyda bermaydi. Chunki tok avtomatik uzadi. Gazga oldimi, klapanga tok beradi. Agar benzinga olmoqchimi, avtomatik klapdan tokni uzadi. U degani bu ishlab ish bermaydi. Shu bilan muammo qutuladi deb o'ylaganlar. Endi o'zi buni qo'ysa bo'ladimi, qo'ysa ish beradimi? Endi buni kimga tavsiya qilamiz? Xo'p, kamerani yaqinroq olib kelamiz. Xo'p, buni men o'sha italyanskiy komplet, o'zi bu Cobaltga ham o'sha italyanskiy komplet qo'yilgan. Italyanskiy kompyuter o'sha programmasida men sizlarga ozgina tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Yozyapti, diqqat, benzin asosi o'chirmanglar deyapti. Benzin nasosda har doim bosim bo'lib turishi kerak. Endi mana bu yerda ham yana bitta funksiyasi bor. O'zi bu ogohlantirib beryapti bu narsani. Xo'p, mana bu yerda ham разрешение bor. Mana benzinni qo'shishini. Deylik, reduktorda bosim tushib ketdi. Klient o'ta
qattiq nagruzka bilan haydayapti. 150 ketyapti, 180 ketyapti, dapolik gaz bosyapti. Bunaqa holatda injektorlar kechikib, bedniy smesga o'tadigan bo'lsa, mana bu yerda hozir mana sekundni o'zgartirsa bo'ladi. Arada 4, 5, 10 sekund benzinda ishlab yana gazga qaytadi. Bu klapanlarni himoya qilish uchun, reduktorda ortiqcha yuklamani olish uchun. Aslida bu yerda har doim 4-pakelini o'zi miyani yo'nalishi motorni himoya qilish, motorni yana ham yaxshi ishlatish uchun u benzinni uzib qo'yish eng noto'g'ri yechim. Undan benzin bakni olib tashlasalar, haqiqatda benzin yemasligi mumkin. Lekin haqiqatda blok benzin yeyishni xohlaydigan bo'lsa, bu reli hech narsa ish qilib bermaydi. Endi to'g'ri, buni ham qo'yiladi. Hozir buni ham qo'yish sababini aytib o'tib ketaman. Masalan, siz 150 tezlikda ketyapsiz, gaz tugadi, reski tugaydi. Gaz hech qachon sizga tugayapman deb ogohlantirish bermaydi. Reski tugaydi. Tugagan paytda bu avtomatik benzinga oladi. Vaholanki o'rtada trubkada, benzin nasos trubkasida bosim bo'lmaydi. Bu klapandan uzgandan keyin to nasos yana ishlab, o'sha 5 bosimini qilib olgunicha arada 2 sekund, boringki 3 sekund ham ketib qolishi mumkin. Boringki mana 1 sekund deylik. Zo'r nasos bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda mashina yaxshigina talchok beradi. U talchokda korobkaga ham ziyon yetishi mumkin. Motorda o'zi ham yaxshi nagruzka oladi. Mana shu holatda porshni sinib ketganlar ham bor. Yo'q emas, katta nagruzkada bo'lsa. O'shaning uchun benzin nasosda bosim turgani afzalroq. Agar siz professional shopir bo'lsangiz, har doim taksi qiladigan bo'lsangiz, o'zi gazingiz tugash paytini biladigan bo'lsangiz, buni mashinani normada haydab ketib turgan bo'lsangiz, agar bu o'chirsa ziyoni yo'q. Lekin katta tezlikda yoki qaysidir mana burilishlarga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, mashina aniq o'chib qoladi. Endi buni qo'ygandan keyin nima minuslar bo'lishi mumkin? Xo'p, buni qo'ydilaring, reli qo'yildi. Reli qo'yilgandan keyin mana bu yerda aytayapti, temperatura для переход на gaz deyapti. Mana gradusi и задержка переход с benzin на gaz deyapti. Mana hozir men buni mana deylik 5. Bu mashinaga ulanmagani uchun 0 qilgizdiryapti. Lekin aslida bu 5 dan pastga tushmaydi. 0 qilsalaring ham avtomatik 5 ga chiqib qoladi. 5 sekund klapandan reduktordan tokni oldi, bu uzdi. 4-pakalini o'sha aytganimizdek aqlliroq. Bunda kompyuter bor. Har doim bu sistemani ko'rib turadi. Sistema qanaqa ishlaydi? Ertalab o'tatdilaring, mashina zavodit bo'ldi. Gradus o'sha 40 gradusga yetdi deylik, 35 yoki 40 sozlamada qanaqa qo'yilgan bo'lsa, klapan ochdi. Klapan ochgandan keyin bu masalan shu komplektda desa 5 sekund o'zini o'zi analiz qiladi. O'techka bormi? Gaz normada keldimi? Va hokazo. Hamma yo'qni simchi ketmaganmi, akkumulyator toki yaxshimi? 5 sekund o'zini o'zi o'techkasi bo'lsa, avtomatik benzinga qaytarib qo'yadi. Nomiga o'techka bo'lsa bilmasligi mumkin, lekin 30% dan baland o'techkani avtomatik ko'radi. Shlankadagi trubka liniya emas, shlankadagi nimani liniyadagi bosimni ko'radi. Klap ochgandan keyin map ko'rib turadi, deylik 1.5 bosim bo'lgan bo'lsa, agar birdan tushib ketadigan bo'lsa, avtomatik benzinga qaytarib yuboradi. Bu o'sha paytida bu relaylarni uzib qo'yadi. Relay uzib qo'ygandan keyin avtomatik mashina perеход payti ertalab o'chib qolaveradi. Yoki siz gaz bosib turishingiz kerak, yo boshqa hokazo. O'shaning uchun har doim buni to'g'ri sozlama qilish kerak. To'g'ri, buni ham qo'yishning yo'llari bor. Через kondensator deyiladi, vaqtini sal zaddeshga qilib turadi. Deylik, klaping tok kelgandan keyin kondensator jicha o'zi tokda ushlab turadi yoki 5 nechta qo'yishlariga qarab, o'rtacha adashmasam bittasi yo 2-3 sekund deydi. O'shandan 2-3 ta qo'yilsa 5-6 sekund ushlab turadi. Gazga to'liq o'tgandan keyin nasos o'tsa deylik bo'laveradi. Lekin aslida shu relay qo'yilgandan keyin o'sha muammolar ham paydo bo'ladi. Qo'yish 20% foyda bersa, 80% aslida ziyon. Chunki programmani o'zida ham ogohlantirib turibdi, o'chirmanglar deb turib, lekin qaysi programmalarda o'sha dasturlarda yozilmagan, qaysilarda yozilgan, lekin ko'proq italyanskiy оборудованияларда ogohlantirish dasturda o'zi yozib qo'yilgan. Ustalarga prosta rekomendatsiya og'izda mana kompyuter qo'ysalar qilmanglar deyilmagan, programmaga har doim kirganda ko'zimiz tushadigan narsa. Endi buni o'zi kimga tavsiya qilsak bo'ladi? Endi shuncha gapirdim, tushuntirib qo'ydim, endi tavsiya qilsak bo'ladi. Faqat danli yo'lda yuradigan, mana shu trassada bitta yurganda 300-400 km yuradigan taksistlarimiz bor. Taksistlar benzin asosida ko'pida ovoz chiqib qoladi.
yoki bo'lmasa benzin umuman xohlashmaydi qanaqadir holatda ham ketishini hop ularga tavsiya qilamiz. Shahar ichi o'zini ishi bilan городской rejimda bitta o'tatib uydan chiqib ishxonasiga 2 kilometr, ertadan chiqib bog'chaga 4 kilometr bunaqa joylarga umuman tavsiya qilmaymiz. Aytishlari mumkin, ustalar ham benzin nasos kuyib qoladi, benzin nasosdan ovoz chiqib qoladi. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmaydi. Nimaga? Qachonki benzin nasos kuyadi, qachonki benzin nasosdan ovoz chiqib qoladi, benzin kam yursa, men o'zim usta sifatida, men ham ustaman, ham shofyorman, o'zim ham. Chunki ko'chada yuraman, har doim bitta mashina olsam 100 ming haydaganim bor, 50 ming haydaganim bor. Biror marta o'zimizda gaz qo'yilgan mashinalarimiz nasosini o'chirmaganmiz, birontasi nasosi kuyib qolmagan. Nimaga? Benzin 10 tadan kam yurmasa, benzin nasos har doim ishlab turadi, sovutishi ham o'zidan bo'ladi. Nasos benzin bilan o'zini o'zi har doim sovutadi. Agar benzin qolmasa, quruq ishlasa yoki sariqdachi yongandan keyin u bir oylab yuradiganlar bor. U bir benzin keladi yoki sal podyomga turib qolsa kamroq yoki masalan deylik Toshkentga ketyapti yoki spustga tushyapti. Benzin har doim bir xilda ishlamaydi-da, o'sha paytda ovoz chiqaradi. Yoki har doim o'sha avariyniy rejimi bor, bilasizlar, knopkani bosib o'tatamiz, aka benzin qolmasachi degan savollar berishadi. Benzin qolmasachi degan savol вообще noto'g'ri. Benzin har doim bo'lsin. Benzin nasos o'zidan o'zi kuyib qolsa yoki kompyuter benzin nasos tok chiqarmay qolsa, knopkani bosib o'tatish mumkin. Lekin benzin tugatib qo'yib, knopkani bosib o'tatib yurish bu 100% nasos kuydiradi. Chunki nasos o'chmagan bo'ladi. Nasos o'chmaydi. O'shaning uchun 10 ta benzin menimcha hech kimni qornini og'ritmaydi. Bitta nasos kuyadigan bo'lsa ham baribir 10 ta benzinlardan qimmatga tushadi. Usta puli bilan ming arzon mashina bo'lgan taqdirda ham qimmat mashinalardek-ku, yana ham qimmat. O'shaning uchun 10 ta benzin gaz qo'yganlardan keyin ham eng kamida baklarni tursin. To'ldirib qo'yiladi miyman. 20 ta, 30 ta quyib qo'yasizlar, 10 taga tushganda yana quyib qo'yasizlar. O'sha 30 ta quygan benzinlaring to'g'ri sozlama, to'g'ri ustanovka, mana shu ko'rsatgan, aytgan muammolarimiz bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, shahar ichi o'zingiz ishingizga yuradigan bo'lsa, masalan, 30 ta benziningiz ham deylik boringki sizga 3 oyga yetadi. Masalan, chunki har bitta o'tatganingizda, chunki siz ishdan bir 10 marta, 6 marta, 4 marta o'tadigan bo'lsa, har bittasini qizishi benzinda boshqa bo'ladi. O'rtacha hozirgi mana shu tipdagi mash объемli mashinalarimiz o'rtacha 1 soatga yarim litr benzin ishlatadi. Misol uchun. Endi 1 soat o'tab turmaydi, lekin shunaqa rasxoddan chiqarsalar ham bo'ladi. Va o'shaning uchun ozgina benzin tursa zarar qilmaydi. Yaqinda o'zimni o'rtog'imda bo'lgan voqea. Umuman men relay qo'ymaganman, hech narsa uzmaganman. Ustanovka qilib berganman, o'shanda gaz to'ldirgan, ketgan. 6 oydan keyin menga benzinda mashinam yaxshi yurmayapti deb keldi. Gazni ko'rdim, gazni diagnostikasini, mashinakini ko'rsam, hech qanaqa muammo ko'rsatmayapti. Chota benzining yaxshi emas desam, yaxshi edi deydi. Qayerdan yaxshi desam, ha o'shanda quyganman yurib. 6 oy oldin quygan benzini, 6 oy oldin quygan benzini mashinada aynib achib qolgan. Bunaqa holat ham bo'ladi. Deylik, achib sasib ketmaydi, aynib qoladi, o'zining xususiyatini yo'qotadi. Deylik, haqiqiy benzindek bo'lmay qoladi. Oddiy bitta ximikatdek bo'lib qoladi. Demoqchiman, 6 oy davomida benzinni deylik, polniy bak qilgan bo'lsa, yarimga kelgandir yoki qanchadir qismi bordim, to'kib tashladim. Hech narsa qilgan yo'q. Shu to'kib tashlab turib, o'sha ustiga to'ktirib, benzin quydi, o'z-o'zidan mashina yaxshi bo'lib qoldi. 6 oy davomida relaysiz ham shahar ichi benzini tugamagan. Dalaga chiqishgan, lekin asonoy shahar ichida ham tugamagan. Oxiri benzinni achdi, baribir to'kib tashladi. Yurib borsa ham bo'lar edi, baribir achdi. Baribir havoga ketdi. Har doim gaz qo'ydirsalaring, o'sha yaxshi to'g'ri ustarada qo'ydirsalaring, muammo bo'lmaydi. Benzin tomonlamani ham. Ikkinchisi, mabodo benzin qo'shib qoldimi, birinchi bo'lib har doim gaz ustasiga boringlar, elektrikka chopib borib olmanglar. Elektriklar relay qo'yishdan boshqasiga o'tmaydi. Nimaga? To'g'ri tushunadiganlari ham bor, lekin ko'pini ko'ryapman, faqat relay qo'yib kelyapti oldimga. Gaz ustaga boringlar, suvni aylanishini ko'rsin, datchiklarda to'g'ri ishlashini ko'rsin, filtrlarni ko'rib bersin. Agar zo'r bo'ladigan bo'lsa, boshqa gap, nosoz bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda o'zi 90% ishlaring bitadi. To'g'ri elektrikka borib, relay qo'ydirib olish u yechim emas. Undan keyin sizda boshlanadigan muammolar
perehodda o'tishib qolishi, benzin gaz tugab, benzinga o'tib turganda siltalashi, to'xtab turganingizda ham, burilib turganingizda ham benzin tugashi, gaz tugashi mumkin-ku. Agar o'sha paytda to'g'ri kelib qolsa, o'chib qolasiz. Bu trassada bo'lsa nima bo'ladi? Misol uchun. yoki u relyatkasi qilsa nima bo'ladi? Ko'p ustalar ko'raman, o'ta noto'g'ri joydan simov o'tishadi yoki o'ta ingichka simdan o'tishadi. U вообще noto'g'ri. Unaqa bo'lganda o'sha bu xavf tug'diradi. Boshqa joyda ham muammo kelib chiqishi mumkin. Qisqasi, obunachilarimiz, haydovchilar har doim 4-pakelni qo'ydirganligingda benzinlaring bo'lsa, benzinsiz o'zidan o'zi kuyib qolmaydi, o'zidan o'zi ovoz chiqarib qolmaydi. To'g'ri sozlangan, to'g'ri nastroyka, to'g'ri tanlangan zapchast bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa benzin qo'shmaydi. Agar benzin qo'shadigan bo'lsa ham, bu motorlarning foydasiga qo'shadi, ziyoniga qo'shmaydi o'zidan o'zi. Bu ko'radi noto'g'ri joyi bor, yo bu ko'radi muammo bor. O'zidan o'zi bu benzinda bu ham nima deydi? Kayfiga deydimi yo kayfiyatiga qarab qo'shmaydi. Nosoz bo'lsa qo'shadi, to'g'ri bo'lsa avtomatik hech qanaqa qo'shmaydi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'shaning uchun har doim o'sha o'zi biladigan, tushungan ustalarga borsalaring, bu o'zi juda murakkab, aytgan narsalar ham kimgadir murakkab bo'lishi mumkin, lekin juda oddiy narsa. To'g'ri tushungan odam bitada qarab turib, returni shu yerda ko'radi, muammolarni hal qilib beradi. To'g'ri, yaxshi ustalarimiz ham ko'p, lekin duo olmay, pataha olmay chiqib ketgan chala ustalarimiz ham, o'zimizdan ham qochgan ustalar, ko'chada ham ko'p eshitamiz. Shunaqa ustalar ham ko'p. Retur ochishni, kompyuter qo'yishni bilib olsa, qochardida bitta ustaxona ochib, keyin ko'pchilikni mana shunaqa qilib sarson qilib yurishaveradi. O'zi gрамотный ustalar bilan gaplashgan bo'lsalaring, o'zi sal o'ylaydi, fikr yuritadi, muammolarni hal qilib beradi. Xudo xolasa, kuzatishda davom etinglar, harakat qilamiz, kam video chiqaryapmiz, lekin sizlarga manfaatli, ustalarga ham o'zi kerakli bo'ladigan ma'lumotlar, sizlarga ham foydali, ayniqsa sizlar uchun foydali bo'ladigan kontentlar qilishda davom etamiz. Ramazon hammaga muborak bo'lsin, sog' salomat bo'linglar.